peredniy stenkada joylashgan ikkita bolachamiz bor. Mana bu birinchi bolachamizni sheykaga yaqin yotgan bolacha. Lekin bu bolachamiz oyisi ko'p har xil dori preparatlar ichganligi uchun afsuski oyisiga yaxshi fikr etolmayman. Chunki bolajonimizda mana immuniy отеклada rivojlangan, ya'ni sheyniy gigroma, talishina-воротниковый zonalari bolajonimizni qalinlashib qolgan, как skafandrga o'xshab o'ralib qolgan. Ikkinchi bolajonimiz sog'lom bolacha. Ikkinchi bolajonimizda sog'lom bolacha, bu o'rtada uychasi bilan ajratilgan bo'lib turibdi. Endi bularni hozir nima qilamiz? Endi bu ayolimizni dальнейший taktika qilib tekshiruvda dinamikada kuzatamiz. Ikkinchi bolajonimiz afsuski kasal. Mana birinchi bolajonimiz bo'lsa sog'lom bolacha. Endi bularni kuzatamiz va kuzatish davomida aytamiz, hali ham oyisini baxtiga ikkalovligi alohida uychalarda yotganligi, bir-birovga tegib turmaganligi, ya'ni monoxarialniy emas, dixarialniy bo'lganligi hisobiga. Lekin bitta bolajonimiz afsuski, ming afsuski, mana bolajonimiz limfa drenaj sistemasi ishdan chiqqan. Kuzatamiz.